Bugun men sizlarga tuxumni qanday qovurish kerakligini o'rgataman. Yaxshilab ko'rib, o'rganib olinglar. Qudag'ay, bu videolaringizning ikkinchi, uchinchi qismlarini biz intizorlik bilan kutib qolamiz. Keyingi video iltimos sizdan, mana mahallagam, xalq ham iltimos qilib kommentga hozir yozadi. Mana qozon jonivorni qanday yuvishni qozonni qanday yuvishni o'rgating bizlarga. Mag'ara chiqib ketdi. Ana qozonni mag'ara chiqib ketdi-ku, kuchukda yo'laq bo'ladi-ku, kuchukka ovqat berasiz. Qorayib ketadi. Tashlab bering. Oy bilan. Qanday tuxum qovurishni o'rgataymish? Ana qozonni aptiga qaramaymish. Bu ham bir san'at qizdag'ar. Mayli. Tuxum bor bo'lsa qozon topilashiz. Voy bilan qozonni aptini qaranglar. Mayli, Xudoy, kutamiz. Qozonni qanday yuvishdi? Zirt-zirt. To'la muborak.